Qizimni tug'ilgan kuniga noodatiy tort tayyorladim. Albatta kamchiliklar bo'ldi va bu kamchiliklarni sizlarga aytib o'taman. 3 ta tuxumdan yog', sut solib, rang qo'shib, shunaqa sochni biskvit tayyorladim. Biskvitim rosa zo'r chiqdi va uni cho'kib qolmasligi uchun temirga shunaqa teskarisini o'girib qo'ydim. Kesish ham oson bo'ldi. Oralari mana shunaqa g'oviy bo'lib zo'r chiqdi. Tayyor biskvitni 3 qismga bo'lib oldim. Undan bozor qaymog'i va molokoni aralashtirib qo'ygan edim. Birin-ketin yig'ib oldim. Ust qismini tagiga qo'ydim. Shunaqa qalin qilib surib oldim. Orasiga propitka qilmadim, sababi biskvitim shunaqa sochni. Rasmlar yesa bo'ladigan vaflili qog'ozlar. Birinchi qismiga yozuv yozdirdim, ikkinchi qismiga qizim rasmini chiqardim. Qizim rasmiga shokolad surib, qotirib, uni tort ustiga qo'ydim. Krem surib, ikkinchi qatordagi yozuvni qo'ydim. Unga ham krem surdim. Faqat biroz kichkinaroq kesganimda cheti ko'rinmas. Xatoyim shu bo'ldi, mazasiga umuman ta'sir qilmadi.